Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Yigirmi üçüncü kısım. Men bu chegaraga ilgir kelib bakmagan edim. Nereden qandaq o'tishni qat'iy bilmedim. Bu chegarani ko'rgandan keyin bu yerdan Malayziyaga o'tishga ko'zim yetmedi. Chunki bu yer bek qattiq tekshirildi ekan. Men do'stimga, "Bo'ldi siz ketavering. Men bu yerda qolib qolay. Men cho'qim bir amal topa olayman" desam, ma'qul deb menga $30 atrofida pul berib qo'yib ketib qoldi. Men hamda qanday qilishimni zodi bilmaydim. Men chegara oldidan kesib o'tadigan cho'ng yo'lning bo'yida xuddi tilamchilardek sargardan holda kutib o'tatdim. Ammo kimni, nimani kutib o'tganimni bilmaydim. Shom namoziga bir soat qolganda cho'ng yo'lda motosini o'ynatib kelayotgan bir yosh bolani ko'rdim. U bola musobiq motos minib olgan bo'lib, yoshi 20 yoshlar atrofida edi. Chiroyi musulmonlarga o'xshaydi. U bola yinimga kelganda diqqat bilan qarab yinimdan o'tdi. Men keyindan chaqirdim. U to'xtadi. Men uningga salom qilsam, u musulmonlarning salomini qaytardi. Men uningga, "Sen musulmonmi?" desam, u, "Yo'q, men musulmon emas. Lekin mening do'stlarim musulmon. Bu atrofda musulmonlar ko'p" deydi. Ondan u bolaga "Men tunugun turmadan chiqdim. Malayziyaga ketishim kerak. Lekin mening pasportim yo'q. Hatto yinimda 47 Malayziya ringgit va $30 atrofida pul borligini aytdim. Va meni oldimdagi ichki chegaradan o'tkazib qo'yishini, yinimdagi hamma pulni berdig'inimni dedim. U bola mening beshimdan putumga qarab qo'yib, motosini keyniga yondirib tezlik ketib qoldi. Men nim bo'lganini zodi bilmadim. Balkim u menga saqchi chaqirib kelish uchun ketgan o'xshaydi debmi o'yladim. Bu bola balki mendan seskindi debmi o'yladim. Chunki ahvolim bekli nachar edi. Agar u saqchi boshlab kelsa, men qo'rqmaydim. Chunki sotdan kepillik qo'yib bergan kepillik qog'oz bor edi. Hozir menga ular qanday til bilan gap qilsa tushunalaydim. Chunki bu vaqtda men 5 tilni to'liq o'rganib olgan edim. Men bu bola bilan uchrashgan yerdan osti tarafga nihoyat umidsizlik bilan qarab mangdim. Taxminan 15 minut o'tgandan keyin bu bola motosini g'ar-g'ar qiqirtib kelib, biz uchrashgan yerga kelib to'xtadi va men izlashga boshladi. Qarsam bu bola beshiga bexatarlik qalpoq kiyibdi va qo'lida yana bir qalpoq turdi. Men darhol bu bolani chaqirdim. U meni ko'rib qishimga kelib qalpoqni berdi va "Motoga mingin" dedi. Biz moto bilan ichki chegaradan o'tdik. Hech kim bizni "Nega borsan" demadi. Tova, bu chegara nihoyat qattiq tekshirildi ekan. Ammo bizni tekshirmadi. Men Malayziya tarafga o'tgandan keyin yenimdagi pullarni chiqarib hammani bu bolaga tangdim. U bola turib tur deb ketib bir shopirni boshlab ketdi. Bu shopir u chegaradan avtobus bekatiga olib qo'ydigan shopir ekan. Bu chegara avtobus bekatiga 40 kilometr kelatdi. Shopir kiraga $50 ketadi dedi. Men yenimdagi pulni motochi bolaga tanglisam, "Bo'ldi, sen bu pulingga ketib ol" deb pulni olmay ketib qolgan edi. Endi taksi shopir bilan qolgan edim. Uningga hamma gapni desam, u avtobus bekatidan Kuala Lumpurga berish uchun 49 ringgit ketadiganligini aytdi. Men shopirga "Yenimdagi bu $30 ni beray, men avtobus bekatiga olib qo'ygan" desam, meni xeyli uzun saqlatgandan keyin mendan boshqa 3 odam bilan bizni avtobus bekatiga olib mangdi. Biz kech soat 10larda avtobus bekatiga keldik. Endi yenimda faqat 47 ringgit qolgan edi. Men Kuala Lumpurga boradigan biletni olish uchun bilet sotadigan do'konga kirsam, biletni 50 ringgit deydi. Pulim yetmadi. Agar atikashga saqlasam, atikashning 46 ringgitlik bileti bor ekan. Ammo men qanday saqlayman? Qo'rsuqim och, nadimi yotaman? Sirti qattiq yomg'ir yog'ayotdi. Dunyo men uchun bargancha kichiklayotdi. Nima qilishim kerak? Men qayta bilet setish do'koniga kirdim. Bu yerda bir ayol ishlaydi. U ayoldan ilgari ko'p qatim bilet olgan edim. Men bu ayolga tunishlik bergandan keyin men bar pulimni va turmadan yangi chiqqanimni aytdim. Bu ayol yindan 5 ringgit pulni ilib bilet puli qatdi va bir bilet bilan bir tal ichimlik ilib berdi. Allohga shukri. Oxir men Kuala Lumpurga boradigan biletga erishgan edim. Kech soat 1lar atrofida avtobus keldi. Men avtobus bilan Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga etigan soat 7lar atrofida yinimda bir tiyin yo'q. Putumda yakpay to'shay, yo'tamdan kesib o'tilgan yer tiqishdan, tex kassada 2 to'shikmi bor. Kuchamda oftobda rangi o'ngib ketgan mursi necha yerdan yirtilgan ko'ynak, chiroyim oftobda qardab ketgan,
Beshimda chachmi yo'q, qalaymiqan saqal burut bilan edim. Meni ko'rgan har qanday odam mendan seskanigidek ajoyib har kunlarni o'tkazib o'tatdim. Qalbimda faqat Alloh meni sinayotdi. Cho'qim sabr qilishim kerak deydim. Men Kuala Lumpurga kelgandan keyin tez bir aloqaga erishishim kerak edi. Men bekatdan Uyg'urlar eng ko'p boradigan masjidga bordim. Bekat bilan masjidning oraliqimi yiroq bo'lib, piyoda menib Peshinga aran bordim. Men Malayziya poytaxtining shahar ichini pishiq biletdim. Men masjidda asr namoziga turgan bo'lsam-mo, birarmi Uyg'ur uchratmadim. Ondan men ilgari Uyg'urlar Turkiyaga ketish uchun bilet oldigan bilet setish do'koniga bordim. U yerdagi biletchi ayoldan hozir Malayziyada qanchalik Uyg'ur borligini aniqlab bildim. Shu vaqtda biletchining deyishicha Malayziyada 700 atrofida Uyg'ur qilib qolganligini, xeyli uzundan beri bilet olgani Uyg'urlarning kelmaganligini aytdi. Men o ayolning telefonini 10 minut ishiltib, Voxer orqali o'zimning Malayziyaga kelganligimni barliq tanishlarimga xabardor qilib qo'ydim. Torda faqat birli bal bilan uchrasha oldim. U men vatandan bu hijratga manganda mashinamni aeroportdan ilib ketgan bola shu edi. Bu vaqtda u Turkiyada ekan. U menga silni bir ko'ray, rasmga tushib yo'llab beringlar dedi. Men shu holimni rasmga tortib avatdim. Uning menga degan so'zlari bo'lsa, "Avratni yo'ganglar, yo'ta avrat" dedi. Yuragim bekli og'irdi. Men telefonni egisiga qaytarib berib yinib chiqdim. Asli u ayoldan azroq pul so'ramoqchi edim, lekin telefonni ishiltib yana pul so'rashdan xijil bo'ldim. Endi nima qilishimni bilmaydim. Men Jalanpodu tarafdagi Buxara masjidiga bordim. Men masjidga borganda shom namoziga yarim soat qolgan edi. Masjid hovlisiga kirsam, oldi tarafdan qo'pol ovoz bilan ingliz tilida "Yo'qol, yo'qol, teshig'i chiqib ket" deydi. Men musulmon, namoz o'qiyman dedim. Ammo u odam qo'pol tillar bilan "Chiqib ket, bu degan masjid, sen kirsang bo'lmaydi" deydi. Ya Alloh, qalbim bekmi og'irdi. Men musulmon deb yig'lab turib shahodat kalimasi aytdim. Qarang, men Rabbim deb bu kunlarni ko'rib o'tatdim. Ammo bular meni sen musulmon emas deb masjiddan qo'g'lab o'tatdi. U odam gaplarimni anglab masjidning yarasi tarafdagi zalga isib qo'yilgan namoz yo'pkisini ko'rsatib, buni kiyib namoz o'qigan, avrat ochiq namoz o'qisang bo'lmaydi deydi. Qalbim qattiq og'irgan holda masjidga kirib shom va xufta namozlarini o'qib bo'lib, masjidning yer ostidagi uyning bir bo'lumidagi bir cho'ng turukning keynida qattiq simonutda yotdim. Meni boshqalar ko'rib qilib masjiddan chiqarib o'tishdan bekmi qo'rqatdim, chunki sirtda yomg'ir yog'ayotgan edi. Men kechich och va sovuq holatda tong atqizdim. Atis etigan bomdod namozni o'qib bo'lib, toki chashka vaqtigacha masjidda Qur'on o'qib saqlab o'ltirdim. Boshqa yerga boray desammi, boradigan hech qanday yerim yo'q edi. Soat 8 atrofida masjidning xizmatchisidan 50 ringgit qarz berib turishini so'radim. Lekin bu odam, "Menda pul yo'q, imomdan so'rab baqay, saqlab tur. Men masjidni tozalayman, sirtqa chiqib tur" deydi. Men masjidning hovlisida hozir chiqib qolar deb toki peshin namoziga saqildim. Ammo men hech kim chaqirmadi. Men peshin namozini o'qib bo'lib, masjid xizmatchisiga "Qandoq bo'ldi? Men bek och qoldim. 2 kundan beri bir narsa yemedim" dedim. U odam, "Biroz turib tur, imom aldirash" deydi. Bekmi xo'rliq his qilib o'tatdim. Tushdan keyin soat 2 atrofida masjid muazzini meni chaqirdi va bir lipopaga selingan 25 ringgit pulni berdi va "Endi masjiddan chiqib ket" dedi. Hozirgi holim xuddi bir qalandarga o'xshaydi. Shundoq numus qilib ketdim. Ko'zlarimdan bulduqlab oqqan yoshlar bilan u odamga qarab, bu pulni hassilab qaytarib akilib berman deb chiqib ketdim. Va masjidning oldida tamoq sotganlardan 1 ringgitga bir tal quymoq qilib yeb, KL Central degan bekatga qarab mangdim. Men bu bekatga taxminan soat 5larda kelib, 10 ringgitga xalqaroliq aeroplan stansiyasiga poyezd bileti ilib poyezdda o'ltirdim. Sababi, men bu cho'ng shahardan biror muhojir topolmadim. Yoki birasining uyini bilmayman. Shunga Turkiyaga mangan odam cho'qim aeroportga keladi. Shu yerdan muhojir uchrab qolsa yordam so'ray deb mangan edim. Men taxminan 2 soat poyezd bilan yo'l mengib aeroportga keldim. Bu yerda muhojir saqlab, toki 2-chi kuni kechgacha biror Uyg'urni topolmadim. Bu 2 kun jarayonida kech tarafda aeroport masjidda yotdim va Uyg'ur izlab ichida mengib yurdim. Aeroportning ichi bek sovuq edi. Men allaburun qattiq zukam bo'lib qolgan edim. 2-chi kuni qaytib ketgandek yinimda pulmi qolmadi. Chunki yinimdagi 24 ringgitning 10 ringgitiga poyezdga kelgan. Oshgan 14 ringgitga 2 qitim tamoq yedim. Bu yerda tamoq bek qimmat edi. Men 2-chi kuni kech soat 10larda 50 yoshlar atrofida bir ayol va 20 yoshlar atrofida 2 qizni ko'rdim. Ular Uyg'ur edi. Boshlarida yog'liq bor ekan, ammo ular muhojirda qilmaydi. Mencha ular Malayziya orqali boshqa davlatga mang'anlar bo'lsa kerak. Men darhol ularga salom qilib, "Men Uyg'ur, sizlar nega borsizlar? Sizlar muhojirmi?" deb so'radim. U ayollar mening holimga qarab turib qoldi. Orasidagi 2 yosh qiz ballarning oldida bekmi o'ng'aysizlandim. Ko'zlarim ularning javobini kutib o'tatdi. Cho'ng ayol, "Kechiring, biz oldiraytoq" deb oldiga mangdi. Men keyindan, "Men turmadan keldim. Menga telefoningizni berib turing. Telefon qilib olay yoki azroq pul bering" dedim.
Ammo afsus, ular mendan bir xil seskangandek qarab qo'yib meniverdi. Men turibla qoldim. Bu kunlarda ko'zlarim, yuzlarimni yuyib turardi. Men qattiq umidsizinib aerodromdan ketmoqchi bo'lib, chiqish ishkina yindiki o'rindiqda o'tirdim. Holim bekli nachar, kiyimlarim bekni yirtiq edi. Men bu shaharga yarashmagan edim. Nima qilishimni bilmay, o'rindiqda xeyli uzun o'tirib qoldim. Xeyli vaqtdan keyin bir balning uyg'urcha ovozi anglandi. Qarasam telefonda so'zlashib o'tibdi ekan. U balni men biletdim. U Villavansa tarafda Uyg'ur oshxonasi ochgan bal edi. Muhojirlar ularni Xitoyning jasusi deb gumon qilatdi. Men ilgari uning bilan bir qatam poyezd billa o'tirib qilib salom qilishgan edim. Men u balni darhol chaqirdim. U menga qarab turib qoldi va meni esiga oldi. Biroz sukutdan keyin 50 ringgit pulni berib, "Haling yaxshi emaskan, biz keyin paranglashayli, men oldiraytim" deb ketkilamangdi. Men darhol "Rahmat, menga telefoningni 5 minut berib turgin. Voksarni tekshirib olay desam, u ma'qul deb berdi. Men adresini tekshirsam, arada biraylan buningga telefon qil deb Malayziya nomerini qoldirib qo'yibdi. Men nomerini qog'ozga yozib olib, telefonni qaytarib berdim. U balamo yinimdan tezroq ketishga oldirdi. Chunki mening holim tex shu turmadagi holatda edi. U bala ketgandan keyin men aeroportning masjidiga berib uxlab, deganlik poyezdda shaharga kelib telefon qilsam, telefon etgan. Tagi tushdan keyin soat 2larda telefon ulandi. Men bir Uyg'ur bal bilan ko'rishdim. U telefondagi odam menga Turkiyadagi bir tonishim 800 ringgit udullab qo'ydi. Shuni ilib ol, ammo soat 5da kel deydi. Men soat 5da qayta telefon qilib o'rnini bilgandan keyin poyezd va taksi bilan shom namoziga 1 soat qolganda tepib bordim. Ularning uyi bekmi chet yerda ekan. Mening yinimdagi pul kiroga ishiltib pakiz tugidi. Men ularning turayotgan mahallasiga borganda biraylar meni yo'l ig'izida saqlab turibdi. Ular odatdagi qo'roqliq uyda o'tirdi ekan. Qarmoqqa 15 atrofida bolalar bilan bir uyda ekan. Ular aqsuluq bolalar bo'lib, ularning deyishicha hozir Malayziyada mingdak Uyg'ur qolganligi, boshqalarning Turkiyaga ketib qolganligi, hozir vaziyat bek chingib ketib yo'l yo'qligini dedi. Ularning hammasi mening ismimni ilgari anglagan ekan. Biz bu ho'yilning bir tarafida parda tortib qo'yilgan yerda birdam o'tirib paranglashdik. Sirtda lag'man etib o'tibdi ekan. Chas-chas ximir ovozi anglanib turardi. Men ham bek och va lag'man yemigili necha oy bo'lgan edi. Toza tamoq qilib ketdim. Balkim bir ishki qoch yeb, andin shom namozini o'qib bo'lib, qaytib ketaman deb o'ltirgan edim. Sirtdan biraylan kirib, menga udullab qo'ygan 800 ringgitni qo'limga berdi. Birozdan keyin teshidan 30 yoshli atrofida bir bola kirib, bizga salom qilib qo'yib, sirtga chiqib, "Nemishqa tonimagan odamni uyga akilisizlar? Yotqizamsizlar endi bu yerda?" deb boshqasi qaqshidi. Men bu gaplarni aynan angladim va darhol men qaytay deb teshiga chiqdim. Ko'zlarim qozon beshidagi lag'manga qarayotdi. Bu lag'manni nafsim bekmi arzu qilib ketgan edi. Ammo uy egasining so'zi bo'tirsa, men qandoqmi o'ltiray? O'yildan chiqmasdinla ko'zlarimdan yosh quyilib ketdi. Men uydan yiroqlashgancha ovozimni qo'yib berib yig'lashga boshladim. Bu ish nafsimga bekmi ig'ir keldi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو به